Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilarimiz. Mana xudo xolasa bugungi zakazlarimiz ham o'z egalarini uyi tomon yo'lga chiqyapti. Xudo xolasa mana Samarqand viloyati Pastdarg'om tumaniga mana shu 3 ko'zli Trenddagi 3 ko'zli kameramizdan pochta qilib chiqarib yuboryapmiz. Xudo xolasa ular berdik telefonlariga, yoqdi, ko'rdilar, qanday ishlatish videolarini hammasini tashlab berdik. Yetib borsa, xudo xolasa yaxshi kunlariga ishlatsinlar deb qolamiz. Bundan tashqari yana bizda qo'shimchasiga zakazimiz bor. Mana shu 3 ko'zli. Bu 3 ko'zli bilan bu 3 ko'zlikda nima farqi bor deydiganlar uchun mana bu 3 ko'zli kameramizni uchala ko'zda ham PTZ rejimi bor. Qanaqa? Uchala ko'zini ham telefondan boshqara olasiz. Mana bu 3 ko'zligimizda faqat mana bu yerdagi asosiy kallagini telefon orqali boshqaramiz. Ikkala yonidagi ikki bokovoydagi ko'zlarini qo'limiz orqali ruchnoy burib qo'yamiz. Lekin mana bu kameramizda, bu 3 ko'zli kameramizda uchala ko'zini ham telefonimiz orqali kerakli taraflarga burib aylantira olamiz. Albatta bu kameramizdan ham mana Buxoro viloyati Jondor tumaniga BTS pochta orqali jo'natib yuboryapmiz. Yana kimga mana shunday kameralar kerak bo'lsa zakaz qilaveradilar va undan tashqari eng gigant kameralardan menga o'ta uzoqda olsin 1 yil servis garantiyasi bor. Kun rangli rejimda oladi. Odam, mashina hammasini aniqlash funksiyasi bor. Akalar kelaverasizlar, 4 ko'zli deysizlarmi, mana shunaqa gigant kamera so'raysizlarmi, 3 ko'zlimi? Mana bu yerda 2 ko'zlilari ham bor. Bu yoqda keng assortimentlarimiz bor. Hammasidan qilib beramiz.